Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana yana bir marotaba jonli efirga chiqdik. Chorshanba. Jonli efirimiz temasini ham topib qo'ydim. Endi bu sizlarga kerakli mavzu deb o'ylayman. Chunki bu mavzuda juda ham ko'p savollar keladi, juda ham ko'p qiziqishlar bor. Ko'p odamlardan, ko'p obunachilarimizdan bu savollarga javob olish uchun albatta bizlar vaqt ajratishimizni xohlaydi, lekin mana ko'ryapsiz, primoy efirda mana bugun 1 soatga vaqt ajratdik. Shu tema bo'yicha, shu mavzu bo'yicha gaplashamiz. Va aytib o'taman, jonli efirimiz ochiq. Xudo xolasa, mana jonli efirimiz barakali bo'lsin. Kerakli savolinglar bo'lsa, albatta javob olishga harakat qilinglar, savollaringlarni beringlar. Men sizlarga to'liq va to'laqonli javob berishga harakat qilaman. Bugungi mavzumiz bu ish vizasi. Alohida ish vizasiga, barcha vizalar haqida emas, alohida ish vizasi haqida aytib o'taman. Chunki ish vizasi bu juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lgan viza. Ish vizasi, ya'ni imенно qaysi turini, qaysi biri? Ish vizasi bu ish beruvchi orqali keladigan ish vizasi. Bu Portugal tilida trabalho por conta de outrem deydi. Outrem degani birovga ishlash. Ya'ni o'zi yakka tadbirkor emas, yakka tartibdagi tadbirkor emas, balkim birovga, masalan, sizga ish beruvchi ishga chaqiradi va shu orqali siz ishga kelasiz. Bu D1 vizasi deyiladi. Bu vizani albatta bugun chuqurlashamiz. Shu vizaga nima hujjatlar kerak, nima kerak va qanday qilsak bo'ladi, shuni hammasini aytib o'tamiz. Ish vizasi bu D1 viza. Ya'ni D1 ni ichidagi ish beruvchi orqali kelish vizasi. Ish beruvchi kim? Ish beruvchi bu Portugaliyada yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi mumkin, yoki firma xo'jayini bo'lishi mumkin, yoki masalan ishga taklif qiluvchilar, bular qanday desam bo'ladi, bu firmalarda ishga chaqiradigan, ya'ni bu kompaniyalar bilan bu firmalar kontrakt qiladi va bu kompaniyalar bu firma orqali sizlarni ishga oladi. Bu Portugaliyada recursos humanos deyiladi, ili trabalho temporário deyiladi. Ya'ni bu vaqtinchalik ishda, vaqtinchalik ish orqali kompaniyaga xizmat ko'rsatasiz. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa variantlarda sizga ish taklif qilishi mumkin. 3 ta varianti ham to'g'ri. Ya'ni sizga xohlagan biri ish taklif qilsa bo'ladi va siz albatta uni tekshirib, va chunki bu ishga taklif qilayotgan odamlarni ham tekshirishingiz kerak. To'g'ri, haqiqatan ish bormi va bu odam to'g'ri yo'l tutyaptimi yoki bizlardan pul ishlab olmoqchimi? Shunga o'xshab kecha bizlarga murojaat qilyapti. Endi klientlarimizni va mijozlarimiz ism, familiyalarini aytib o'tmaymiz. U kim murojaat qildi, qanaqa murojaat qildi, lekin murojaat qilishyapti. Menga hujjat qilib bering deyapti. Ya'ni hujjatlarga yordam bering deyapti. Meni ishga taklif qildi deyapti. Ko'ryapsizmi? Ishga taklif qilibdi va shu ish beruvchi oyiga, ish beruvchi degani shu xo'jayinda, shu ishga taklif qilgan odam oyiga unga qanchayamdir pul berasan menga, ya'ni menga degan davlatga to'lab turasan, men senga hujjatga yordam beraman deyapti. Bu degani sizni ishga taklif qilmadi. Bu degani agar ish beruvchi bo'lsa, ish beruvchini o'zi sizga davlatga to'lab beradi. Ya'ni sizni nomingizdan o'zi davlatga to'lab beradi. Bu siz hech qanaqa davlatga pul to'lab turmaysiz. Chunki ish beruvchi 23% oyligingizdan 23%ni, ya'ni 23% degani qanday? Masalan, qarang. Sizni oyligingiz, mana Portugaliyaning oyligi bilan hisoblaymiz. 920 yevro bo'lsin. Hozir minimal oylik shunaqa. Bo'lmasa bundan ko'p, 1000 bo'lishi mumkin, 1500 bo'lishi mumkin. Endi bunga 920 bo'lsa 11% sizni oyligingizdan bosadi. Bu xo'jayin shu 11% ni olib qoladi, davlatga to'lab berish kerak sizning nomingizdan. Va shu 920 ni 23% ni bu degan boya sizni oyligingizga tegishli, oyligingizdan olmaydi, lekin o'zini cho'ntagidan 23% ni davlatga to'laydi. Bu degani xo'jayin sizni ishchi sifatida xo'jayin sizga
отчисление qiladi. Pension отчисление. Ya'ni o'zingizda 11%, xo'jayindan va ish beruvchidan 23%, общий 34% davlatga to'lanyapti. Shu 920 dan. Lekin boyagi siz 11% ni olib qolib, qolgan summasini sizga berish kerak. Va 23% ni yana bostirib qolmaydi. Tushunyapsizmi? Bu agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu xo'jayin to'g'ri qilmayapti. Bu xo'jayin orqasidan shikoyat qilish kerak. Shunaqa, agar sizlarga yordam kerak bo'lsa, bu narsalarni tushuntirib, kontraktingizda nima yozilgan, bu kontraktga qo'l qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuni hammasini tushuntirishda yordam kerak bo'lsa, bizlarning agentstvamizga murojaat qiling. Chunki bizlar shu ishlarni ham qilamiz. Ya'ni sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz. Masalan, ko'p mijozlarimiz bu o'zi kontraktga qo'l qo'yadi, keyin qarab o'qib ko'rsa, endi kontraktga portugal tilida bo'lgani uchun tushunmasligi mumkin, keyin perevod qilib o'qib ko'rishligi mumkin va shunda ko'p narsalardan norozi bo'ladi. Bu norozi bo'lishdan oldin, bu hujjatni qo'l qo'yishdan oldin hujjatni o'qib ko'rish kerak edi yoki shu tushunadigan odamning oldiga borish kerak edi. Men bu hujjatga qo'l qo'ysam bo'ladimi? Qayeri menga qarshi ishlaydi? Qayerda qanaqa yozilgan, nima yozilgan? Hamma narsadan albatta o'qib ko'rib qo'l qo'yinglar. Mana ekan, kontrakt ekan deb no'ura qo'l qo'yishga bo'lmaydi. Bu keyin sizlarga qarshi ishlashi mumkin va endi albatta har bir xo'jayin, har bir ish beruvchi o'ziga yaxshiroq kontraktni qilib, yomonrog'ini sizga, ya'ni sizga o'z tomoniga har doim o'z tomoniga plyuslari ko'proq bo'ladi kontraktda va minus tomonlari sizga, shu plyus tomonlari qancha plyus bo'lsa, shu plyus sizga minusga ishlashi mumkin. Tushunyapsizmi? Va siz shunga qo'l qo'yadigan bo'lsangiz, albatta imzo qo'ygandan keyin bu narsadan qaytish iloji yo'q. Lekin kontraktlarda ham shu narsa bor, 15 kun eksperimentlar qiladigan, ya'ni bu 15 kun muddat beradi. Shu paytda siz kontraktni 15 kun yoki inogda 30 kun bo'lishi, 90 kun bo'lishi mumkin. Hamma har bir kontraktda har xil bo'ladi. Shu отказ beradigan, ya'ni shu paytgacha eksperiment qilinadi. Siz ishlab ko'rasiz, yoqsa shu narsani davom ettirasiz, yoqmasa davom ettirmaysiz. Shu narsalarga ham e'tibor beringlar. Menda shunaqa holatlar bo'lgan. Endi aytyapman, bu ko'p zada holatlar bo'lib turadi. Bu kontrakt qilingan, bu kontraktni endi bu oddiy kontrakt deb o'ylab qo'l qo'yavergan. Keyin qarabdiki, masalan, kontrakt qildi va elchixonaga bir hujjat almashtirish uchun topshirish kerak edi va kontraktni ham perevodini, ya'ni tarjimasini topshirish kerak edi. Va men tarjima qilib berganman. Tarjima qilgandan keyin endi bu mijozimizga berasan tarjimasini, mana tarjimasi, bu kontrakt original, mana bu tarjimasi deb qo'lga ushlatsa, bu tarjimani o'qib chiqqan. Qarabdiki, o'ziga to'g'ri kelmaydigan ko'p narsalar bor ekan. Undan keyin o'zi qo'l qo'yib qo'ygan bo'lgan. Bu narsani o'zgartirish iloji bo'lmagan, vaqt o'tib ketgan, o'zi muddat o'tib ketgan. Shunga o'xshab keyin tushungan kontraktda nima yozilgan ekanligini ko'ryapsizmi? Хотя бы там, masalan, yuristga bormasangiz ham, хотя переводчикni oldiga borib bu kontraktni perevod qildiring va shundan keyin qo'l qo'ying. Kontrakt ekan deb qo'l qo'yavermang. Endi qarang, bu ish vizasida birinchi navbatda kontrakt, ish kontrakti. Ish kontrakti qanaqa bo'lishi kerak? Oddiy kontrakt emas, oddiy Portugaliyada qilinadigan kontrakt boshqacha va ishga taklif qiladigan kontrakt boshqacha bo'ladi. Masalan, ko'pchilikda savol bo'ladi. Masalan, agar ish beruvchi qanday Portugaliyaga taklif qilishi mumkin? Menda NIF degan, NIF bu soliq raqami, NIF bu sug'urta raqami, Portugaliyani ijtimoiy ta'minotga raqami. Shunga o'xshab, bu nima uchun menda yo'q, u qanday menga kontrakt qilishi mumkin deb aytishi mumkin, lekin chaqiruv kontraktida unaqa narsalarga kerak emas. Agar oldinlari kelib ketgan bo'lsangiz, shu raqamlaringiz bor bo'lsa, endi nur ustiga nur. Bo'lmasam oddiy pasport bilan
va yoniga adresingiz, ya'ni pasport danlari kiradi va adres, ya'ni o'zingizni yashovchi adresingiz. Masalan, O'zbekistonda yashayapsizmi, O'zbekistonning haqiqiy adresi kiradi. Masalan, Qozog'istonda yashaysiz, Qozog'istonning adresi, Qirg'izistonda Qirg'iziston. O'sha qayerda yashayotgan, doimiy ravishda yashayotgan bo'lsangiz, sizning qayerda propiskangiz bo'lsa, shu adres qo'yiladi. Bu kontraktning birinchilaridan shu adres va bunga adres va pasport kerak bo'ladi. Ko'ryapsiz, ikkita narsa. Keyin yana narsa aytib o'tishim kerak, kontrakt oddiy kontrakt bo'lmaydi. Kontrakt qanaqa? Men ishga taklif qilaman degan, ya'ni bu promesa de trabalho, ya'ni men ishga taklif qilyapman, men обещаю, sizga so'z beraman ish berishga degan kontrakt bo'lishi mumkin. Promesa, contrato de promesa de trabalho deyiladi. Ya'ni promesa degani bu обещание degan. Bu so'z berish degani. Shunaqa bo'lishi mumkin yoki ikkinchi varianti oddiy kontrakt bo'ladi. Bunda sanasi aniq ko'rsatiladi. 8-iyundan boshlab ish boshlanadi. Masalan, keyingi 7-iyun 2027 gacha masalan, shunaqa 1 yillik kontrakt yoki 6 oylik kontrakt bo'lishi mumkin, lekin yangilanadigan kontrakt bo'lishi mumkin. Chunki kontrakt 6 oydan kam bo'lmasligi kerak. Yoki yangilanadigan kontrakt bo'lishi kerak. Renewable degani masalan avtomatik turda yangilanadi. Masalan 6 oyga qilindimi yoki masalan 3 oyga qilingan bo'lsa ham, lekin yangilanish kerak. Chunki o'zi 3 oylikni men sizlarga maslahat bermayman, 6 oylik bo'ladi va 6 oylikni yangilanadigan kontrakti bo'lishi kerak. 6 oy ishlaydi, bo'ldi, boshqa ishlamaydi degan emas. 6 oy va yangilanadi. Kamida o'zi 1 yillik kontrakt bo'lgan eng yaxshi variant. 1 yillik kontrakt yoki undan tepasi. 1 yillik kontrakt yangilanadi desa ham bo'ladi, yangilanmaydi desa ham bo'ladi, lekin yangilanadigan yaxshi ishlaydi, chunki sizga ko'proq muddatga VNG olishingiz mumkin. Masalan, sizga agar Portugaliyaga kelsangiz, sizga VNG degan bu rezident kartasi. Kontraktingiz yangilanadigan kontraktlardan bo'lsa va 1 yillik kontraktingiz yana 1 yilga yangilanadi desa, sizga 2 yilga srazu rezidensiya beradi, ya'ni 2 yilga. Agar sizniki faqat 1 yilga kontrakt, ish kontrakti bo'lsa, bu 1 yilga berishi mumkin yoki faqat vizangizni cho'zdirib berishi mumkin. Shunga aldanib qolmanglar. Albatta, bu narsalarni doim hujjatni yaxshi tushunadigan, hujjat qilib yurgan shu soha professionallari yoki yuristlar bilan, advokat, imенно boyagi advokatning ham turini tanlay bilish kerak. Advokat shu imенно ish kontraktlari bilan ishlaydigan advokat bo'lishi kerak yoki vizalar bilan ishlaydigan advokat, immigratsion proseslar bilan ishlaydigan advokatlar bo'lishi mumkin. Faqat shularga ishonib topshirishingiz mumkin. Chunki advokat degan bu doktorni, masalan, tish doktori bor, ko'z doktori bor, oyoq doktori, masalan, shunga o'xshab tomoq doktori, shunga o'xshab bu narsada har xil doktor bo'lganlik kabi advokatlar ham xuddi shunaqa. Spesialnosti agar bo'lmasa, agar opiti bo'lmasa, shu sohani professionali bo'lmasa, sizga yordam bera olmaydi. Yordam bersa ham xato ma'lumotlar bilan yordam berib qo'yishi mumkin. Endi qarang, bu kontraktni aytib o'tdim va kontraktda albatta ishxona, ya'ni ishxona degan ish beruvchi pechati va qo'li bo'lishi kerak. Qo'l imzosi va pechat, muhri bo'lishi kerak. Albatta kontraktni bu sizga yubormasin. Chunki bu agar pechat qo'yilmagan va imzo qo'yilmagan, ya'ni imzoni ham boyagi ishxonada ish bera oladigan, ya'ni gerent deyiladi. Ishxonada bu boshliq qo'l qo'yish kerak. Kimni haqqi bo'lsa, shu masalan haqqi bo'ladigan, bu imенно bularning o'zlarini hujjati bo'ladi ishxonani. Masalan, oddiy firmalarda bu certificat permanent deyiladi. Certificat permanentda yoziladi kimni haqqi bor qo'l qo'yishga, shu odam qo'l qo'yish kerak, boshqa odamlar emas. Bu narsa ham e'tibor beriladi. Bu konsulstvada katta analizga tushgandan keyin bu narsalarda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta sizlarga qiyin. Shuncha vaqt o'tdingiz, shuncha harakat qildingiz, bu qildingiz, qarabsizki shuncha o'tgan vaqt, ketkizgan xarajat, qolaversa asab, hamma narsani yo'qotgan bo'lasiz. Endi
nima yana qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Bu kontraktni qo'lingizga olgandan keyin o'zingiz ham imzolashni esingizdan chiqarmang. Albatta imzolashingiz kerak, chunki siz kontraktni, lekin imzolashdan oldin yana aytib o'tganda o'qib chiqing. Tushuning kontrakt nima deyapti, keyin imzolang. Kontrakt ekan, menga yuborilgan ekan, menga atab yozilgan ekan deb qo'l qo'yavermang. Tushunyapsizmi? Bu narsalarni adashmaslikka harakat qiling. Endi menda hozir qo'limda ish vizalari turibdi. Mana 4 ta odamning ish vizasi mana shu yaqinda kirishadi Portugaliya elchixonasiga. Yaqinda shunga buni hozirgi kunda puxta tayyorgarlik qilyapmiz. Elchixonaga aprel oyida kirishadi. Shunga bu narsalarni hozir qattiq buni hozir bu hujjatlarni tayyorgarligini kuchaytirdik, chunki yaqin qoldi. Va shu yana bu hujjatlarni hozir yana qo'shimcha qiladigan hujjatlar ko'p. Bu yerda hozir bazaviy hujjatlar qo'limda turibdi. Hozir qo'shimcha qiladigan hujjatlarni tayyorlayapmiz va shunga qo'shamiz. Endi bu yerda masalan bizlarda shu narsalarni aytib o'tay, yangiliklar bor. Hozirgi mana kecha adashmasam 24-mart kuni, bu degani kechamidi? 24-mart. Chiqib 24-mart kuni mana shunaqa xabar keldi. Уважаемый заявитель на получение национальной визы. То есть bu ish vizasi yoki nasional viza, Portugaliyaning o'zining rezident vizalari deganda nasional viza degan shunaqa. Bu nasional vizalarni olish uchun hozirgi kunda bizlar masalan konsullikka navbat olib qo'ygan bo'lsak ham, lekin konsulstva hozir qabul qilmayapti va konsulstva shu xatni yuboryapti. Nasional viza olish uchun deyapti. Hozirgi kunda biz hamma ishni o'tkazdik, vizaviy sentrga o'tkazdik deyapti. Shu Moskvani o'zida, hech qayerga qochib ketmagan, Moskvani o'zida qolgan, chunki Moskvada edi. Konsulligi va Moskvani o'zida qolgan vizaviy sentr BLS degan. BLS degan Moskvadagi vizaviy sentrga hozir hujjatlar topshirilyapti. Shu vizaviy sentr, faqat shu vizaviy sentrgina nasional, ya'ni Portugaliyaning rezident vizalarini qabul qila oladi. Shuni ofitsialni konsullik bizga yubordi va biz bularni hozir klientlarimizga, mijozlarimizga yuboryapmiz, ogohlantiryapmiz. Shunaqa paytda shu vizaviy sentrga borasizlar deb. Lekin kuni va soati o'zgarmagan, faqat adresi o'zgargan. Adresi va topshiriladigan joyi. Oldinlar konsullikni o'ziga topshirilgan bo'lsa, hozir vizaviy sentrga topshirsin deb konsullikni o'zidan xat kelgan. Mana bularni hozir to'g'rilayapmiz va boyaga xudo xolasa mijozlarimiz shu kuni borishadi. Endi bu hozirgi kundagi kiradigan bo'lgani uchun bular meni hozir oldimda. Bundan tashqari yana ikkitasi bor. U ham aprel oyida kiradi, lekin ikkitasini o'zi men topshirib olganman. Shunga bu hozir 4 tasini qilib buni ham topshiraman. Endi qarang, bu yerda masalan spisk, albatta biz mijozlarimizga spiskini ham beramiz. Spiskda bitta checklist deyiladi. Qaysi hujjatlar tayyor bo'lsa, o'zimiz tomonidan galochka qo'yamiz va qaysi tomondan klientlar, ya'ni mijozlarning o'zi tayyorlaydigan hujjatlar bo'lsa, keyin mijozlarimizni, agar bizlarda bor hujjatlar, shu mijozlarning hujjatlari bo'lsa, o'zimiz galochka qo'yib ketamiz. Keyin qolgan hujjatlarni o'sha masalan O'zbekiston o'zidan olinadigan yoki o'sha yashab turgan joydan olinadigan hujjatlarni o'zlari qilib va shu yerga galochka qo'yadi. Albatta bizlarning kontrolimiz orqasidan qiladi. Ya'ni biz kontrol qilamiz bu har bir bosqichni. Chunki biz mijozlarimiz o'zlari qilgan bo'lsa ham, lekin to'g'ri hujjat qilyaptimi, bu hujjatda kamchilik yo'qmi, bormi, hammasini tekshiramiz. Yana nima kerak, hujjatlar kerak bo'ladi. Qanaqa hujjatlar? Boyagi kontraktdan tashqari. Bu yerda aytib o'tganda certidão permanente da empresa. Certidão permanente degani bu ya'ni ishxonaning registratsiya qilingan va ishxonaning bu ichki hujjatida bu kim, shu yerda boshliq, bu qachon ochilgan, qanaqa kapitali bor, bu umuman olganda ishxonaning o'z ichki hujjati va shu ichki hujjatini ham shu anaqaga qo'shganingiz yaxshi. Dokumentlar papkaga. Chunki bu narsa konsullikni qo'lida bo'lsa, konsullik buni uzoq vaqt izlab o'tirmaydi. Yoki Portugaliyaga zapros qilib, keyin u ishxona to'g'risida ma'lumot olib vaqt o'tkaziladi. Shunga vaqtdan
tejash maqsadida biz shu mijozlarimizga ham shu hujjatni yetkazib beramiz. Va bundan tashqari dokument identifikasion dujurent, ya'ni shu imzolagan kontraktga qo'l qo'yib beradigan xo'jayin, ishxonani xo'jayinini ID kartasi. Bu degani karta удостоверение личности bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan karta cidadão deyiladi portugal tilida. Yoki agar u immigrant bo'lsa, masalan shu xo'jayinni o'zi hali rezidensiya bilan yurgan bo'lsa, uni rezidensiyasi yoniga pasporti ham qo'shiladi. Pasport va rezidensiya. Agar xo'jayin ish beruvchi immigrant bo'lsa, pasport va rezidensiyasi qo'shiladi. Agar ish beruvchi Portugal bo'lsa yoki Portugal fuqarosi bo'lsa, masalan Portugal bo'lgan bilan o'zbeklar ham masalan portugalskiy fuqarolikni olgan, shunga Portugal fuqarosi bo'lsa, shu Portugaliyaning kartao cidadão degan hujjati bor, shuni qo'shiladi bu spiskga. Bu unaqaga hujjatlar ichiga. Va agar bo'lsa, agar shuni iloji bo'lsa, ishxona bu menga ishchi kerak deb davlatda IFP degan portali bor. IFP degan portali orqali davlatga zapros qilgan, ya'ni ariza topshirgani yaxshi. Chunki bu narsa yaxshi ishlaydi. Agar masalan ishxonaga ishchi kerak, shuni oldin menga ishchi kerak deb davlatga ariza topshirib, bu IFP portalidan qilinadigan ish. IFP portali onlayn qilinadi. Buni buxgalterlar qiladi yoki yuristlar qiladi. Ishxona kimga ishonib topshirsa, shu qilsa bo'ladi. Menga ishchi kerak degan ariza topshiriladi va ish ochib qo'yiladi. Ya'ni ikkita ishchi kerak, ikkita joy ochiladi. Yoki 10 ta ishchi kerak, 10 ta joy ochiladi. Yoki bitta ishchi kerak, bitta joy ochiladi. Imенно qanaqa professiya? Masalan, kraska qiladigan malyar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshab professiyasi ham ko'rsatilishi kerak. Shu narsani agar shu hujjatni ko'rsata olsangiz, ya'ni ishxona shuni zapros qilib davlatga shu narsani men ochib qo'ydim, joy ochib qo'ydim, bitta joy ochib qo'ydim yoki ikkita ochib qo'ydim, shuni sizga yuborib bersa, shuni ham qo'shib qo'yganingiz yaxshi. Bu deklaratsiya do EFP deyiladi. Deklaratsiya degan yoki bo'lmasa komprovativo do EFP deb aytiladi. Komprovativo bu tasdiqlovchi qog'oz, deklaratsiya bu ma'lumotnoma. Shu. Yana kerak bo'ladigan hujjatlar bu yerda qarang. Agar ishxona uy-joy bera bilsa, ya'ni yashash joyini bera olsa, bu juda ham yaxshi. Agar bera olmasa yoki siz yashash joyini oldindan arendaga olishingiz kerak, yoki siz yashash joyiga qandaydir masalan vaqtinchalik yashash joylari bo'ladi, alojamento deyiladi. Alojamento local deyiladi portugal tilida, yoki otelmi, hostelmi, motelmi, alojamento localmi. Shu narsani oldindan bronировать etib qo'yishingiz kerak. Bu degani siz oldindan borishingiz, masalan siz konsulstvoga masalan boryapsiz va kontraktim masalan 8-iyun kuni boshlanyapti deyapsiz. Shu 8-iyundan boshlab yoki 7-iyun keladigan kuningizga oldinroq qilsangiz ham bo'ladi. Masalan 1-iyundan qilsangiz ham bo'ladi. 1-iyundan boshlab masalan shu kontraktingiz vaqti tugagangacha shu kunga bronировать etib qo'ysangiz bo'ladi, otelmi, hostelmi, shunga o'xshab. Shu narsa agar xo'jayin uy bermasa, agar uy bersa, unda qilsangiz yoki bo'lmasam qarindosh-urug'laringiz bo'lsa, yaqin odamingiz bo'lgan maslahat berardim va shu ishxonani, masalan ishxona aytaylik Coimbra shahrida desak, shu Coimbra shahrida yoki Coimbra shahriga juda ham yaqin joylashgan joy bo'lishi kerak. Masalan siz Coimbra shahrida ishga kelib, siz Lisabonda yotaman, shu yerda yashayman degan narsani ko'rsatmang, chunki bu konsulstvolar ishonmaydi. Chunki bu 200 kilometrga borib keladi har kuni degani emas, chunki bu yerda xatolik ketgan bo'ladi. Coimbrada ish topdingizmi, Coimbrani o'zidan yashash joyini izlang. Agar Coimbrada yaqin qarindoshlaringiz bo'lsa, yaqinlaringiz bo'lsa, shu odam agar arendaga olgan bo'lsa yoki shu odamning uyi bo'lsa, shu uy joy beraman deb qog'ozga qo'l qo'yib beradi, отдельно. Bu blankka qo'l qo'ydiradi. Bu blank Ayman saytidan olinadi. Model 4 deyiladi.
termo de responsabilidad deyiladi boshqa tur. Termo de responsabilidadini modeli quatrosi kerak. Termo de responsabilidad ikki xil varianti bor. Bu oddiy viza uchun, turist vizalar uchun yoki natsionalniy viza uchun. Natsionalniy bu Portugaliya rezident vizasi. Turist vizalar uchun bo'lgan termo de responsabilidad emas, imенно natsionalniy viza bo'ladigan termo de responsabilidad. Bu narsaga ham e'tibor berishingiz kerak. Qaysi narsani to'ldiryapgan, qaysi yerga qo'l qo'yayotganingizni. Chunki bu narsalarni agar xatolik ketsa, konsulstvada albatta sizga boshqa hujjat olib kel deydi, uni olib kel deydi, buni olib kel deydi. Itak o'zingiz konsulstvaga kirish uchun qancha ham oy kutgan bo'lasiz, qancha 8 oymi, 10 oymi. Undan keyin siz yana uni hujjatni olib kel deydi, yana cho'zilasiz, yana anaqa juda ham ko'p vaqt oladi. Shu narsalarga e'tibor bering. Keyin uy joyda ham yana bitta narsa qo'shimcha qo'shib ketaman. Agar kontraktda masalan aytaylik, sizni bir yaqin qarindoshingiz Portugaliyada va shu masalan Coimbrada ish topdingiz, u Coimbrada yashaydi, hammasi joyida, lekin kontraktida agar sizni shu uyga kirgizishga ruxsati yo'q bo'lsa, uyning kontraktida masalan ruxsati yo'q, faqat o'zlari yashashga ruxsat. Unaqada sizni konsulstva qabul qilmaydi bu hujjatni. Tushunyapsizmi? Chunki o'zlariga kontrakt o'zlariga uchun qilingan. Men yashayman deb uyni egasi bilan kontrakt qilgan. Bu kontraktda agar boshqa odamni kirgizishga haqqi yo'q bo'lsa, bu kontraktni konsulstva qabul qilish juda ham qiyin. Shunga ham e'tibor bering. Aytyapman, ko'p ishni har doim hamma ishni mana shunaqa konsulstva ishlari, viza ishlarini doim spetsialistlar bilan qilganingizni men maslahat berardim. Bo'lmasam siz yurganingiz, asablanganingiz qoladi. Endi bu o'zingizdan qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi. Endi pasport aytayapman, bu klientlarimizga buni spisigini beramiz doim. Shuni hozir yana sizlarga ham aytib beraman. Pasport kerak bo'ladi. O'zingizni pasportingiz, bu pasport zagran pasport bo'lgan, ya'ni xorijga chiqish pasporti bo'lishi kerak. Bu pasportingizni muddati kamida eng yaxshisi kamida 6 oy muddati bo'lishi kerak. Chunki sizga agar konsullik viza beradigan bo'lsa, kamida 4 oyga viza olasiz. Ishchi vizasini 4 oyga. 120 kunga beriladi bu 4 oy. Va shu viza muddati boricha va hozir birinchidan analiz qilish ham hozir kamida 2 oy vaqt olyapti. 2 oy, 5 oy, 6 oy hozir juda ham ko'p proses bo'lgani uchun juda ham ko'p vaqt olyapti. Itak shu analiz bilan vaqt ketkazyapsiz. Agar buni hozir aytay 1 yilga uch vaqti bo'lsin. Hozir hozir men qarayapman 2 oy bo'lganidan 6 oy degan 2 oy kamida analiz ketsa boya 4 oy bo'lmaydi. Qaraychi, kamida 1 yil muddati bo'lsin yoki bo'lmasam yangisini oling. Shunaqa pasport topshirishingiz kerak. Keyin formulario de pedido de visto, ya'ni bu anketa to'ldiriladi vizaga. Bu anketani onlayn to'ldirasiz, vizaga topshirayotganingizda onlayn to'ldiriladi. Anketani vizasini to'ldirgan paytingizda ham to'g'ri va to'liq to'ldirishga harakat qiling. Agar to'g'ri to'ldirilmagan bo'lsa, bilingki sizning ishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Bu anketada ham katta gap bor. Anketa to'ldiriladi dedim, bu o'zini vizaviy saytidan olinadi. Bu Portugaliyaning imенно vizaviy saytidan bu anketa to'ldiriladi. Onlayn to'ldiriladi va shundan keyin chiqarib olasiz qog'ozga. Masalan, siz samolyotga ham bilet olgan bo'lishingiz kerak yoki bo'lmasam bronировать etib qo'ygan bu. Masalan, sizni kontraktingiz 8-iyundan, 8-iyun dedim, ya'ni 8-iyun 2026-yildan boshlanadigan bo'lsa, siz konsullikka kirganingizda bron bileti ko'rsatasiz. 8-iyunga yoki 8-iyun deganda masalan 1-iyunga olsangiz ham 8-iyungacha, to есть 7-iyun bo'ladimi yoki oxirgi kun 8-iyunda. Masalan 1-iyundan olasizmi, 2-iyundan bron именно ishgacha yetib kelishingiz kerak bo'ladi. Ish boshlangunicha, ish kontraktingizga qaraysiz. Ish kontrakt 8 boshlanyaptimi, demak kamida 7siga oling, bo'lmasam 1iga oling, 2siga oling, 3iga oling, в общем, bron kirgizishingizga, bron bileti yoki nastoящий bilet kirgizishingiz kerak. Nastoящий biletni albatta kirgizishni tavsiya bermas edim, chunki pulni yo'qotishingiz mumkin yoki bo'lmasam отмена qilinadigan biletlar bo'ladi. То есть siz отмена qilib
bekor qilib buni pulni qaytarib olishingiz kerak bo'ladigan biletlar bo'lsa, undan o'tadi. Keyin bu yerda bilet haqida aytdim, samolyot bileti. Keyin komprovativishdi между subsistensiya. Bu degani sizni shotingizda pul bo'lishi kerak. Bu nima uchun kerak? Chunki siz Portugaliyaga ishga joylashyapsiz. Ishga joylashdan oldin ozgina bo'lsa ham o'zingizni ba'zi xarajatlaringizga kerak bo'ladigan, keyingi oygacha yetib oladigan mablag' turish kerak. Chunki siz ishga kelyapsiz va 8-iyun kuni ishingiz boshlansa, sizni oyligingiz faqat shu oyning oxirida yoki keyingi oyning boshida beriladi. 8 gacha oylik beriladi. Masalan, 8-iyulgacha oylik berilishi mumkin deb qonunda bor. Bu narsani oylikni to'lashlariga shunaqa har xil imprezalar, ya'ni har xil firmalar har xil to'laydi. Endi bu narsaga, bu kunga yetib olish uchun ham shotingizda pul turish kerak. Bu kamida, eng kamida 1000 euro bo'lish kerak. Bo'lmasam uni ustida. Albatta 2000-3000 ko'rsatganingiz yaxshiroq. Bank hisobingizda pul bor ekanligini ko'rsatishingiz kerak. Buni qanday ko'rsatasiz? Bu ishtirat bankario deyiladi yoki выписка из banka. Shu yoki deklaratsiya, ma'lumotnoma, bankdan ma'lumotnoma olasiz. Keyin ikkinchi narsa. Komprovativ alojamento deb yozilgan. Komprovativ alojamento degani ishxona beradi yoki o'zingiz, endi bu siz holatingizga qaraladi. Ishxona berilsa, bu ishxonani hujjati hisoblanadi. Agar siz o'zingiz oldindan bronировать etib qo'ygan bo'lsa yoki oldindan kontrakt, masalan, shunday не обязательно otelni bronировать etish. Masalan, qilsangiz bo'ladi, masalan, arendaga olib qo'ysangiz bo'ladi, bir komnatanimi, uynimi. Shuni oldindan arendovat etib, masalan, arendangiz hozir boshlanish shart emas. Masalan, hozir arenda, masalan, mart oydamiz. Mart oyda arenda qilishni boshlasangiz, masalan, siz aytasiz, men 8-iyundan yoki 1-iyundan kelib ishlayman, chunki mening kontraktim 8-iyundan boshlanadi. Men 1-iyunda kelaman, masalan. Shunga o'xshab aytib gaplashib shu paytga qildirsangiz ham shu paytga deganda oldindan qildirasiz, lekin kontrakt, shartnoma, uy ijara shartnomasi shu kundan boshlanadigan bo'ladi. Assalomu alaykum. Resibu verda limit o'tib ketsa, necha foiz, ya'ni yana seguransiya sotsialga to'laydi? Limit degani qanaqa limit? Bu 15 mingdan o'tib ketdingizmi yillik daromadingiz yoki oylik daromadingiz 1250 ta o'tib ketdimi? Agar o'tib shu summalarda o'tib ketayotgan bo'lsa, endi seguransiya sotsial har doim protsent bilan oladi. Ya'ni bu degani, agar siz resibu verda bilan ishlayotgan bo'lsangiz, men sizga hozir o'rgataman. Bu 1000 euro olsangiz oylik, masalanda, uni 70% dan 21% olinadi. Bu degani 700 eurosidan 21%. 21 degani to'shna 21 emas, 21.4. 21,5 desak ham bo'ladi. Shu 21% 70%dan 21% oladi. 70% qancha? Masalan, 1000 euroni 70% 700 euro. 700 eurodan 21% 21.4 olinadi. Bu degani siz oylik, примерно oyiga seguransiya sotsialga 150 euro to'laysiz. 149.91 narsa. O'sha 150 euro to'laysiz. Agar siz albatta 1000 eurodan ko'proq topayotgan bo'lsangiz, masalan 1,5 ming topayotgan bo'lsangiz, 2 ming topayotgan bo'lsangiz, shunga qarab boyaga, masalan 2 ming topsangiz 300 euro seguransiya sotsialga to'laysiz, shunga o'xshab. Endi bu agar siz soliq haqida gapirayotgan bo'lsangiz, soliq, bu nalog haqida gapirayotgan bo'lsangiz, bu nalogni seguransiya sotsialga emas, finansga to'laysiz. Finans bu nalog bilan anaqa. Ha, agar siz 1250 dan ko'proq topayotgan bo'lsangiz va yillik daromadingiz общий hisobda 15 mingdan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, siz davlatga 23% to'lashni boshlashingiz kerak. Ya'ni buni agar limitdan o'tgan bo'lsangiz, siz rejimni o'zgartirasiz. Oddiy rejimdan, ya'ni lьготный rejim deyiladi va 53-artikul 53 dan 53-moddadan siz oddiy rejimga o'tasiz. Oddiy rejim bu 23% dan ishlaydi. Oddiy rejimga o'zgartirmas ekansiz, sizga shtraf kelishi ehtimoli bor. Shunga jarima kelishi ehtimoli bor. Shunga qarang. Bu albatta siz ish qilsangiz
buxgalterlar bilan ish qilganingiz yaxshi. Bu buxgalteriyani ham agar resibu verdi bo'lsa, bizlar olib boramiz. Agar katta firma bo'lsa, bizlar olib bormaymiz. Katta firmani именно boyagi diplomированный buxgalterlar olib boradi. Bu degani именно litsenzirованный buxgalterlar. Tushunyapsizmi? Bu firmalarga oddiy buxgalter to'g'ri kelmaydi. Shunga bizlarda buxgalterlar bor, lekin bular oddiy boyagi sertifitsirованный, sertifikat, litsenziya, diplom har xil. Tushunapsiz? Sertifikat bu sertifikat, diplom bu diplom. Shunga o'xshab sertifitsirованныйlar yaramaydi, faqat diplomированныйlar yaraydi. Bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shunga diplomированный buxgalter bilan firmada ishlaydi, firma diplomированный buxgalter bilan ishlaydi. Litsenzirованный. Diplom olgandan keyin litsenziyasini olish kerak buxgalter. Boyagi resibu verdi, boyagi sertifitsirованный buxgalterlar bilan ham ishlaydi. Agar sertifitsirованный buxgalter kerak bo'lsa, bizlarda shu xizmatlar bor. Resibu verdini ishlarini olib boramiz, lekin firmani katta firma, kompaniya LDA deyiladi, limited yoki SA unaqa narsalarni qilmaymiz. Bizlar boyagi aytib o'tgandek ma'muriy va yuridik xizmatlarida yordam bera olamiz va buxgalteriyaning bazaviy xizmatlari qilinadi. Va aytganda bazaviy degani shu sertifitsirованный buxgalter xizmatlari. Agar siz 15 mingdan oshib ketgan bo'lsangiz, albatta rejimni o'zgartirishdan esingizdan chiqarmang. Sizga maksimum davlat 18.700 gacha emadi, 18 minggacha chiqib 18 ming bir narsa edi. Shungacha ruxsat beradi, undan keyin sizga ruxsat bermaydi. O'sha sizga shtraf qilishni boshlaydi. Shu 18 ming qanchagacha limitga yetgungacha anaqa almashtirib olishingiz kerak. Bo'lmasam, sразу 15 mingdan oshdingiz, almashtiravering. Assalomu alaykum. Agar NIS bo'lmasa, kontrakt qilib aymaga protsess qilsa bo'ladimi? Yo'q. Men tushundim. Tak NIS nomeri bo'lmasa kontrakt qilib, ya'ni siz o'zingiz Portugaliyaga ish izlab kelgansiz, NIS nomeringiz yo'q va siz hozir kontrakt qildirmoqchisiz, ish kontraktini va shu ish kontrakti orqali aymaga topshirmoqchisiz. Yo'q. Bo'lmaydi. Unaqa narsa bo'lmaydi. Agar sizga batafsil informatsiya kerak bo'lsa, konsultatsiyalarga yozing yoki juma kunlari ham konsultatsiyalarimiz bor. Tekin konsultatsiya vaqtini ham biz 100 marta aytganmiz. Mana hozir ham aytaman. 15:00 dan 17:00 gacha ofisda, 17:00 dan 18:00 gacha onlayn, 10 minutgacha onlayn, ofisda 15 minutgacha beriladi. Shu narsalardan konsultatsiya olib ish qilganingiz ma'qul. Rezidensiyasi 2 yil oldin o'tib ketgan. Shuni qaytarib qanaqadir yo'l qilsa bo'ladimi? Rezidensiyasi 2 yil oldin o'tib ketgan, lekin O'zbekistonga qaytgan. Bunaqalar ko'p. Portugaliya O'zbekistonda yashovchilar uchun Portugaliya hujjat bermaydi. Portugaliyada yashovchilar uchun beradi. Kim Portugaliyada yashamoqchi bo'lsa, kim Portugaliyada ishlamoqchi bo'lsa, kim Portugaliyada qolmoqchi bo'lsa, kim Portugaliyaga integratsiya qilgan bo'lsa, shunga hujjat beradi. O'zbekistonda yashovchilar uchun O'zbekistonning o'zi hujjat beradi. Shunaqa. Endi qarang, agar Portugaliyada kelmoqchi bo'lsa-yu, hujjat va muddati o'tib ketgan bo'lsa, bu viza ochib kelsa bo'ladi, lekin hujjatini vaqti o'tib ketgan, 2 yil o'tib ketganligi vaslanit etsa bo'ladi, lekin vaslanit etilgan paytda, analiz paytida aymaga vaslanit etilishga topshiriladi. Analiz paytida ayma muammo qiladi. Nima uchun 2 yil o'tib ketgan? Birinchidan, ikkinchidan, qancha yildan beri sen O'zbekistonda eding yoki Portugaliyaning tashqarisida eding va nima uchun? Agar aniq sabablarni ko'rsata olmasangiz, hujjatingiz annulirovaniyaga olib keladi. Bu deganim, agar sizlarda aniq asos, уважительная причина bo'lmaydigan bo'lsa, bu hujjatni vaslanit etaman va bu 100% vaslanit eta olarkanman degan gap bo'lishi mumkin emas, chunki u narsa bo'lmaydi. Agar vaslanit etib ko'rishga harakat qilaman, balki meni hujjatimni o'tkazib yuborar. Chunki kim sizni hujjatingizni qabul qilishga ham katta bog'liqlik bor. Qaysi ayma xodimi? Ayma xodimi qanday qilib sizni tushunadi? Ya'ni почти 99% ehtimoli bor sizga shu narsani muammo qilishga, lekin 1% какой-то shans bor o'tib ketishi ham mumkin. Shunga men o'zi agar sizlarga haqiqatan ham Portugaliyaning hujjatini vaslanit etish kerak bo'lsa, qilinglar deb maslahat berardim. Bor mijozlarimiz hech narsa so'ramasdan o'tib ketganlari. Bor mijozlarimiz ayman hozir ularga обоснование, ya'ni
tasdiqlashni va nima uchun ekanligini so'rab bizlar hozir shularga himoya qilyapmiz. Chunki himoyada ham to'g'ri himoya qilishni bilish kerak. Bu himoya yuridik advokat tomonidan himoya qilinadi va agar himoyada to'g'ri yozilmagan, to'g'ri narsalar yozilmagan bo'lsa yoki yolg'on yozilgan bo'lsa yoki himoya to'g'ri qilinmagan bo'lsa, bilingki himoyangiz hech narsaga o'tmaydi. Himoya ishlamaydi. Shunga to'g'ri advokatlarga, to'g'ri joyga murojaat qilishni ham biling. Bizlarga ham bugun shunaqa ertalabdan menga qo'ng'iroqlar bo'lgan. Meni 2 yildan buyon Portugaliyada emas edim, ishlamayotgan edim. Men hujjatni yangilamoqchiman, hozir yangilashga topshirib qo'ydim. Mendan shunaqa hujjatlar talab qo'yapti. Men qanaqa hujjatlar topshirishim mumkin deyapti. Men aytdim qanaqa hujjatlar topshirish mumkin, lekin bilingki bu yerda ayman muammo qiladi. Nimaga 2 yil bu yerda bo'lmagan, nimaga 2 yil bu yerda ishlamagan, shuni hammasini ayman surishtiradi. Bu narsaga aniq dalillar, aniq informatsiyalar va to'g'ri informatsiya, buni to'g'ri bo'lishidan ham avval Portugaliya qonuniga zid emas informatsiyalar bersangiz va qonuniy informatsiyalar berib va to'g'ri ishni olib borsangiz o'tib ketish ehtimoli bor. Agar noto'g'ri bo'lsa, отказ bilan keladi, annulирование bilan keladi va Portugaliyadan chiqib ket degan naqasi bilan уведомление keladi. Menda rezidensiya bor. Ayolimni turistik vizasi bilan qisqa dokument olsa bo'ladimi? Qarang, hozirgi kunda oilaviy birlashuv uchun bitta rezidensiyani o'zi kifoya emas. Rezidensiyani muddatiga ham qaraladi. Muddati ham qaramaman. Qanday desam bo'ladi? Hozir bitta rezidensiyam bor ekan deb bo'ldi, oilaviy birlashuv qila olar ekanman degani emas. Rezidensiyani vaqtiga qaraladi. Hozir yangi qonun chiqqan-ku. 23-oktyabrda qonun chiqqan. Bu qonunda nima deyilgan? Rezidensiya olgan kuningizdan boshlab 2 yil yashagan bo'lishingiz kerak. Agar siz ayolingizni olib kelmoqchi bo'lsangiz, rezidensiyangiz qachon olgansiz? Rezidensiya olganingizga 2 yil bo'ldimi? Bo'lmadimi? Shunga qarashingiz kerak. Agar 2 yil bo'lmagan bo'lsa, siz maslahat qiling bizlar bilan. Biz sizlarga sizni anaqangizni o'rganib chiqib, holatingizni o'rganib chiqib, ishlaringizni o'rganib chiqib maslahat beramiz. Balkim kutish kerak bo'ladigandir 2 yil bo'lganicha. Balkim kutish kerak emasdir. Biz shularni o'rganib chiqqanimizdan keyin sizga kuting yoki shunday hozir boshlasak ham bo'ladi deb maslahat beramiz va sizga to'g'ri yo'lni va xatosiz va qanday desam, yutqazmaydigan yo'lni tanlashga harakat qilamiz va shu borada yordam beramiz. Bu yerda uy-joyni aytdim, agar bo'lmasa o'zingiz arendaga ham olishingiz mumkin dedim. Bu narsani arendasini aytganimday qilishingiz kerak va arenda muddati kontrakt muddati bilan to'g'ri kelish kerak. Kontrakt qachon boshlansa, arenda ham примерно shu paytda boshlanishi kerak yoki undan oldin va kontrakt muddati qachon tugasa, arenda ham shu paytda tugashi kerak yoki kamida arendangiz 4 oyga qilingan bo'lishi kerak yoki eng yaxshi variant 6 oydan ko'proq. Chunki bu narsada konsullik ishlarida albatta ko'proq muddatga qilingan hujjatlar yaxshi ishlaydi. Yana bu yerda страховка bor. Bu sug'urta deyiladi. Страховка ham qilinishi kerak. Portugaliyaga ishga kelmoqchisiz. Siz O'zbekistonda yashayapsiz. O'zbekistonda siz O'zbekistonda страховой agentstvolar orqali, lekin haqqoniy страховка bo'lsin. Bu fake страховкаlar bo'lmasin tag'i. Haqqoniy страховка qildirasiz, bu sug'urta qildirasiz. Bu sug'urtangiz kamida 4 oyga qilinishi kerak. Kontrakt boshlanish muddatidan 4 oy. Masalan, kontraktingiz boya aytib o'tgandek, 8-iyun kuni boshlansa, 4 oyga qilinadi. Bu yashash sug'urtasi qilinadi. Portugaliyada yashash. Sug'urtaning har xil variantlari bor. Yashash yoki aylanib ketish yoki turist sifatida yoki biznes yoki qanaqadir Schengen zonasiga qilinadigan yoki qanaqadir bir sezonniy ishlar uchun shunga o'xshab bu narsada har xil varianti bor, lekin siz imенно yashashni tanlashingiz kerak. Yana bu yerda qilinadigan ishlar bu sertifikat de registr kriminal. Bu degani sizni sudlanmaganlik haqidagi ma'lumotnomangiz, sudlanmaganlik qog'ozingiz, o'zimizni tillaydi, sudlanmaganlik qog'oz bo'ladi. Bu hujjat albatta
original hujjat bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan apostil qilinishi kerak. Apostil originalni o'ziga qilinadi. Original hujjat, ma'lumotnoma sudlanmaganlik haqida orqasiga, orqa tomoniga apostil qilinadi. Notarius aralashtirmaysiz. Notarius kopiyasini zavirat qilib, notarialni zavirat qilib, keyin apostil qilish bu to'g'ri emas. Sudlanmaganlik qog'ozi apostili bo'ldi. Shu narsani qildirasiz va tarjimonga berasiz. Tarjimon sizga portugal tiliga iloji boricha, ingliz tiliga qilsa ham bo'ladi. Lekin men sizga maslahat berardim, ingliz tili emas, eng yaxshisi portugal tiliga qildiring. Portugal tiliga qildirasiz. Portugal tilida topshirasiz. Hamma hujjatlarni, hamma, boya sug'urta dedimmi, boshqami, hammasini iloji boricha portugal tilida yoki yo'q deganda ingliz tilida topshiring. Bo'lmasam hujjatlaringiz o'tmaydi. Masalan, u yerda ruslar bor ekan, ruslar analiz qilar ekan, Moskvada topshiryapman, men ruscha hujjat topshirdim, ruslar analiz qiladi, ruslar tushunadi degan narsalarga, bu narsalarga e'tibor bermang, chunki bu ruslar analiz qilgani bilan lekin portugal tilida qabul qilishi shart yoki ingliz tilida. Bu ruslar Rossiyada ekanman deb rus ishchilari yordamida konsul, bu Portugaliyani haqiqiy Portugal konsuli. Lekin yordamchilar ruslar bo'lishi mumkin, lekin bu ruslar Portugaliya elchixonasiga rus tilida hujjat qabul qilishga haqqi yo'q. Faqat portugal tilida yoki qabul qiladi yoki ingliz tilida qabul qiladi. Rus tilida qabul qiladigan bo'lishi mumkin, agar какой-то bir исключение qilib, какой-то bo'lishi mumkin, lekin bu narsa почти 90%, 99% ishlamaydi. Shu. Ya boyagi sug'urtani ham boya aytib o'tay, boya aytmabman. Sug'urtani ham покровность, ya'ni bu sizni, masalan, sizga biron nima bo'lsa, sizni qoplab beradigan summa 30 ming yevrodan kam bo'lmasligi kerak. Masalan, 15 mingligi bor, 5 mingligi bor, yana 10 mingligi bor, 20 minglik, 25 ming. Sizniki 30 mingdan kam bo'lmash kerak. Kamida 30 ming. Bo'lmasam 50 ming qiling, 60 ming покровность deyiladi страховкада. Agar sizga biron nima bo'ladigan bo'lsa, покровность kamida 30 ming bo'lishi kerak. Sug'urtani aytib o'tdim, lekin shuni aytmabman. Shunga ham e'tibor beringlar. Ko'ryapsizlarmi, sizlarga nima degan ma'lumot beryapman. Bu narsa, hamma narsa sizlar uchun har doim mana ko'ryapsiz, to'g'ri ma'lumot berib kelyapman. Endi registr kriminal, ya'ni sudlanmaganlik qog'ozini ham aytib o'tdim. Traduction degani, traduction ya'ni bu sudlanmaganlik qog'ozi apostil va traduction. Traduction bu tarjimasi bo'lishi kerak portugal yoki yo'q deganda ingliz tiliga. Lekin agar masalan siz tarjima qildirdingiz, lekin tarjimada faqat tarjimonni pichati, muhri bo'lsa-yu, lekin tarjimasi notarius orqali tarjimasi tasdiqlanmagan bo'lsa, tarjimonni tarjimasi notarius orqali tasdiqlanmagan bo'lsa, bu hujjat Portugaliya uchun o'tmasligi ehtimoli katta, o'tmasligi mumkin. 90%, 99% da o'tmaydi. Shunga ham e'tibor bering. Yana aytib o'tadigan narsa, bu ikkita fotografiya debdi. Ikkita fotografiya bu ikkita suratda, ikkita rasm. Rasm qanaqa, ularni ham razmeri bor. Rasmni razmeri bu 3x4 bo'lishi kerak va orqa foni iloji bo'lsa oq fon bo'lishi kerak va yuzingiz katta, 80%, почти 75-80% ni qoplash kerak shu rasmda. Shunga ham e'tibor berishingiz kerak va rasmingiz yaqin orada olingan rasm, kamida 6 oy o'tgan emas, 6 oy o'tmagan bo'lishi kerak. 6 oyning ichida qilingan rasm bu, to'g'ri. 6 oyning ichida qilingan rasm bo'lishi kerak. 3x4. Shunaqa. Va bu hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, mana shu hujjatlaringiz tayyor bo'lsagina siz bilingki, konsulstvoga tayyor ekanligingiz. Bo'lmasam, siz qandaydir hujjat yetishmovchilik bo'lsa yoki hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, to'g'ri qilinmagan bo'lsa, bilingki, sizda отказ olishingiz yoki boshqatdan qilib kelishingizni ehtimoli katta bo'ladi. Bu narsaga katta e'tibor beringlar. Bizlarga ham 5 minut vaqt qolibdi. Agar savolinglar bo'lsa, savolinglarni berib olinglar.
Bo'lmasam men hozir уже yakunlashni boshlayman. Demak, bizlar boyagi aytganimdek ish vizasi haqida sizni ishga taklif qiladiganlar bo'lsa, albatta sizlar oldin qanaqa ish ekanligini, kim sizni chaqiryapti, bu firmani o'zi bormi, yo'qmi, bu firmani egasi yoki shu qabul qiladigan odami shu firmaga ishlaydimi yoki egasi shumi, umuman olganda qandaydir bir moshenniklarga uchrab qolmanglarda. Bu narsa keyin juda ham qiynalasizlar, chunki Portugaliyani elchixonasi bu hujjatlarni qattiq tekshiradi. Agar hujjatlar haqqoniy bo'lmasa, bu sizga kriminal bo'ladi. Bu siz, ya'ni bu hozirgi mana shunaqa narsa esimga kelyapti. Oldingi kuni bizani bir mijozimiz kelgan. Mijozimizni bu Nepal deyiladi. O'zbekchasi ham Nepal bo'lsa kerak. Nepal bu Nepalliklar, bizlar mijozlar faqat o'zbeklardan iborat emas. Bizlarda mijozlar ham juda ham ko'p. Braziliylar bor, Nepal, Angola, yana kimdir juda ham ko'p ular. Hozir men Nepal haqida gapiryapman. Nepaldagi mijozimiz sudlanmaganlik qog'ozini qildirgan. Osonlikcha qildirgan. Bu yerda kimdir bir indiyalik bola qilib berar ekanmish. Bu indiyalik bola sudlanmaganlik qog'ozini qilib bergan va sudlanmaganlik qog'ozi feykoviy qog'oz bo'lib chiqqan. Hozir shu mijozimizni ustidan sud ishi ochilgan. Tushunyapsizmi? Bu kriminal ishi ochilgan. AYMA tomonidan, ya'ni imigratsion idora tomonidan bu mijozimiz ustidan kriminal ochildi. Bu hujjat ekan deb, menga bittasi qilib beribdi ekan deb topshirib yuboravermang. Bu hujjatni oldin ko'ring, nima hujjat topshiryapman deb. Bu hujjat sizga tegishli bo'lgani uchun sizga kriminal ochiladi. Tushunyapsizmi? Siz bu bolaga qilib bergan bolani topmay qolishingiz mumkin, lekin sizni ayma aniq topadi yoki konsulstva aniq topadi. Shunga bu narsaga oddiy hujjat ekan yoki bu narsada hammasi topshiryapti, men ham topshiraman demang. Bu hammasi emas, o'zingizni o'ylang. Chunki kriminal bu yaxshilikka olib kelmaydi. Kriminal degani bu birinchidan hujjat berilmaydi degani, sizga viza ham berilmaydi. Viza agar Portugaliyada bo'lsangiz sizga VNG rezidensiya kartasi berilmaydi. Keyin sizni Portugaliya sharmandalaricha chiqarib yuboradi yoki turmaga o'tkazadi. Qancha ham asablaringiz, xarajatlaringiz, advokatning orqalaridan yugurasiz. Bu sud ishlari bilan juda ham o'ynashmang. Bu narsada nima deb aytmoqchiman? Juda ham qattiq e'tibor bering, kim bilan ishlayapsiz, kim sizga hujjat qilib beryapti, u hujjatni qanaqa hujjat, bu hujjat topshirmasdan oldin nima hujjat ko'rib chiqing, bu hujjat haqqoniymi yo'qmi tekshiring. Mana endi bu mijozimizdan kriminal ochilgan, AYMA shikoyat qilyapti. Ko'ryapsizmi? Bu mijozimiz bizga boyagi advokatimizga iltimoslar bilan shu ishlarga yordam berish uchun murojaat qilyapti. AYMA hujjat bermayapti. Hozirgi kungacha masalan ki oldingi yil aprelda topshirgan bo'lsa, mana 1 yil bo'lyaptiki, hali hujjat olmagan. Chunki iyun oyida AYMA bu hujjatni, topshirilgan hujjatni feykoviy hujjat ekanligini, original emas, bu hujjat qilingan, ya'ni bu narsa fake, ya'ni bu yolg'on hujjat ekanligini ko'rgan, bilgan va iyun oyini o'zida bu odamga xabar bergan. Keyin bu odam endi qarang, bu odam borganda konsulstvasiga, o'zini konsulstvasi va Lisabonda Nepalliklar uchun Indiya konsulstvasi ishlaydi. Indiya konsulstvasidan sudlanmaganlik qog'oz olgan va shuni topshirdi. Lekin AYMA oldingi hujjatni ko'rib qo'ydi. Bu kriminal ish ochildi. Bu kriminal ish yopilmagunicha, agar kriminal emasligini isbotlash uchun boyagi o'zi aybdor emasligini isbotlash uchun qancha ham yillar kerak bo'ladi. Faqat shu ish yopilmagunicha boyagi hujjatingizni o'tmaydi konsulstva. Boshida konsulstva orqali qildirishingiz kerak edi. Boshida miyangizni ishlatib, konsulstva orqali qildirmasdan boshqalar orqali qilib qanaqadir hujjatni topshirib yubordi. Endi kriminal ochildimi? Bo'ldi. Bu kriminal yopilmaguncha sizni rezidensiyangiz kutasiz degani. Tushunyapsizmi? Siz o'zingizni aybsiz topmaguningizcha, bu rezidensiya berilmaydi. Keyin endi boyagi rezidensiyani kirgizdi, boyagi konsulstva orqali qilgan hujjatni kirgizdi, lekin shu bo'yicha qotib qolgan.
Chunki ayman faqat sizni aybdor emasligingizni, faqat siz bu narsalarni hammasini isbotlab bermaguningizgacha, o'zingizni tushuntirib, sud orqali ishlarni qilib, hammasini yopmaguningizcha bu ish turaveradi. Shunga aytaman, 150 marta aytaman, 100 marta aytaman, bu mijozlarimizga judayam ehtiyot bo'linglar. Hozirgi kunda men ko'p eshityapman. Indiyaliklar nis qilib beryapti, Pokistonliklar nis qilib beryapti, qanaqadir anaqalar nis qilib beryapti, kimdir nif qilib beryapti, nis qilib berib bo'lmaydigan, kimdir hujjat qilib beryapti, rezidensiya qilib beryapti. Ishonmanglar. Agar qonunda yo'q desa yo'q, bor desa bor. Bundan tashqari qiladigan odamlar, demak, sizni nomingizdan qanaqadir bir narsalar qilyaptiki, oxiri sizga voy bo'ladi. 2 yildan keyin chiqadimi bu narsa, 8 yildan keyin chiqadimi, lekin chiqadi. Chunki hujjatlar topshirilgandan keyin qanaqadir masalan shunaqa hujjatlar borki 2 yildan keyin chiqyapti. Bu hujjating shunaqa. Chunki u narsa tekshiriladi. По-любому, bir kun emas bir kun shu narsani aniq tekshirib, bu qabul tez sizga nomer berib borganim bilan masalan qabul qilib qolishdi. Bir haftadan keyin nomer chiqdi. Nomer bergani bilan, lekin shu boyagi topshirilgan hujjatlarni analiz qiladigan orqadagilar qancha bir yil o'tadimi, 2 yil o'tadimi analiz qilib bo'lgandan keyin bu hujjatlarni xato deb topadigan bo'lsa, hujjatlarda boyagi yolg'on hujjat deb topadigan bo'lsa, bu qayt sizga keladi. Bu sizni ustingizdan sud ishi ochiladi. Sizga boyagi Pokistonlikmi, Indiyalikmi, boshqasimi yordam bermaydi bu paytda. Bularni topish qiyin bo'lib qoladi. Bu hamma narsa uchun o'zingiz javob berasiz. Shunga sizga aytaman, to'g'ri joylarga murojaat qilishni ham o'rganing. Bu ham juda muhim narsada, bu narsada adashmaslikka harakat qilinglar. Bizlarning vaqtimiz nihoyasiga yetdi. Ko'p narsa informatsiya berdim deb o'ylayman. Agar qanaqadir yana savollaringiz bo'lsa, bizlarga yozib qoldirishingiz mumkin yoki bizlarga konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Konsultatsiya narxlarini men aytib o'tganman. 50 yevrodan boshlanadi. Qanaqa temada gaplashamiz, nima konsultatsiya analiz bo'ladi, shularni hammasiga qarab narxlar belgilanadi. Masalan, bazaviy narx 50 yevro. 50 yevrodan tepa. Endi qarang. Shu narx, agar siz bizlar bilan shu narsani konsultatsiyadan keyin agar bizlarga qanaqadir bir ishlaringiz bo'lsa, bizlar shu ishlarni olib boradigan bo'lsak, shu narx chegirilib tashlanadi, ya'ni olib tashlanadi. Masalan, narxi 100 yevro bo'lsa, bizlar qiladigan ishning narxi boyagi 50 yevro konsultatsiya berib qo'yganingiz uchun boyagi qolgan 50 yevrosini to'laysiz. Agar sizga kimdir, yo'q, bular xohlasa konsultatsiyaga borsang, tipa sen u bilan qildirsang, qildirmasang ham shu 50 yevroni berasan, qildirasanmi, qildirmaysanmi 50 yevro berasan, bu pul qaytmaydi deydigan bo'lsa, bu yolg'on informatsiya. Bizlar bu sizni pulingizni olishimizdan maqsad vaqtimiz ketkizganimiz uchun, lekin agar shu ishni bizlar bilan qiladigan bo'lsangiz, biz u summadan olib tashlaymiz. Bizlarni ham sizga boyaga ortiqcha xarajat, ortiqcha rasxod, ortiqcha qiyinchiliklar olib kelmaymiz sizlar. Bizlarning niyatimiz sizlarga yordam berish. Qolgan kim nima deyapti, u narsaga e'tibor bermanglar. To'g'ridan to'g'ri bizlarga bog'laninglar. Shunaqa ekan, shu rostmi? Shunaqa ekan, shunaqa. Orqadagi kimlardir ularning informatsiyalariga ishonmanglar. Chunki informatsiyani aniq va tiniq qilib bizlarni o'zimizdan ola bilasiz. Chunki biz o'zimizning ishlarimizga va o'zlarimizning informatsiyalarimizga o'zimiz javob bera olamiz. Boshqa odamlar emas. Bizlarning WhatsApp nomerlarimizni, bizlarning ish nomerimiz bu +351 dan boshlanadi. Chunki +351 Portugaliyani kodi. Qolgani 92 007 20 99 raqami bizlarning WhatsApp va Telegram raqamlarimiz. Shu raqamlar orqali bizlarga murojaat qilsanglar yoki qo'ng'iroq qilsanglar, albatta bizlar yordam berib javob beramiz. Agar bizlar mana shunaqa holatlar bo'lib qoladi, vaqtimiz yo'q bo'lib qolsa, bizlarga albatta qo'ng'iroq qilishni davom ettiring yoki yozishni davom ettiring. Bo'ldi, bitta qildim, endi yetar ekan demang. Chunki sizning ishingiz qilinish kerak. Va bizlarda ko'ryapsiz, qanaqa ko'p mijozlar bor, bu ko'p ishlarimiz bor. Qanaqadir holatda masalan telefon ko'tarolmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Lekin albatta o'zingizga kerak bo'lgani uchun davom ettiring telefon qilishda. Bitta bilan hal bo'lmaydi. Chunki masalan bizlar ham qayergadir masalan men o'zim qo'ng'iroq qilsam ham bitta qo'ng'iroq qilib bo'ldi, meni qabul qilishmadi. Bular olmas ekan odam deb ayta olmayman. Chunki men harakat qilishimga 2-3 marta harakat qilishimga 3-4 marta, 1-2 hafta harakat qilish undan keyin qilinadi. Lekin albatta bizlar hozir
sizlarga aytayotganim, bizlar albatta telefon raqamlaringizni, qo'ng'iroqlaringizni ko'taramiz, qilamiz. Kerak bo'lsa bizlar o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Masalan, qanaqadir raqamlarga ko'tarilmay qolgan bo'lsa, lekin bu narsada ham o'zingiz ham harakat qiling. Chunki sizni ishingiz, birinchi o'chirda sizni ishingiz va siz albatta o'zingizni ishingizni to'g'ri odamlar bilan, to'g'ri mutaxassislar bilan qilish uchun ham murojaat qilyapsiz va sizga albatta yaxshi xizmat ko'rsatamiz degan umiddamiz. Chunki bizlar har bir mijozimiz uchun faqat yaxshi xizmatlarni beramiz. Albatta sizlarga yaxshi rezultat olib berish uchun o'zimizning albatta hissamizni qo'shamiz va sizlarga doim yordam beramiz. Endi rahmat, shu e'tiboringiz uchun salomat bo'ling.